Assalomu alaykum. Uzoq tanaffusdan keyin Kamoliylar sizlar bilan hop yuzimizga qatuv bilan durajani aralashtirib olib, bitta qoshiq duraja bilan ozgina qatuvni hop yuzimizga maska tayyorlab olamiz va kichkina kisda surib olamiz. Hoppa, tayyor. Hop bundan keyin uxlab yotmaymiz, dam olib uborkani boshlaymiz. Qani ketdi. Bu bizani kladovkamiz, uchastkada turadiganlar bilishadi. Shunaqa xonalar oldingi paytda ortiqcha ko'p qurib tashalgan va shundan keyin u xonalar kladovkaga aylangan. Uyimizda 6 kishi turamiz, shuning uchun murskoy oyoq kiyimlar ham ko'p, qishki yozgisini ajratib paketlarga solib qo'yamiz, bo'lmasa chang bo'lib ketadi. Mana shu xonalarni tozalayotgan paytimda necha yildan beri tozalasam, o'ylayman, mana shu xonalarni, poni uylarni buzib, keyin boshqatdan shutlarni alohida remont qilgim keladi. Yo'q, qurgim keladi. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Hop, maskamizni ungacha yuzimizni turib yuvib olamiz va effektini ko'ringlar. Bombochka tavsiya qilaman. Sog' bo'lasizlar.